Assalomu alaykum. Arashan qo'y ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari. Bugunga 4 ta qo'zi sog'lig'imiz bor. Sarig'idan, shu quloqlari uzunidan, orqalari chiroyligidan deganlarga qo'zi 8, 9, 10 oylik, yosh oyliklar shunaqa. Eng kichkina birinchidagi yosh, ikkinchidagi hammasi go'dasiga qarab 1 oy 1,5 oy farqi bor. Videolarimizni Namangan tumani Tepaquron qishlog'idan o'zimizning qo'ridan video qilyapmiz. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmaysiz. Mehnatimizni qadrlab, bugunga chiroyli go'zallaridan mana Xudo xolasa birinchi qo'yimiz kallasini qarang. Garbunovlarni. Bitta go'zal, ikkinchi qo'yimiz. Qulog'i eng uzuni bu ikkinchi qo'yimiz. Uchinchisi mana resiveti bilan to'rtinchi qo'yimiz mana garbunovlari bilan ajralib turadi. Ichi yuz juda go'zal narsalar. Mana orqalari birinchi orqalari ham ochiq, razrezlik. Mana birinchi qo'yimiz, ikkinchi qo'yimiz, uchinchi qo'yimiz, to'rtinchi qo'yimiz. Ikkinchi qo'yimiz metiga qo'tir tushgan edi. Hozir juda chiqyapti, to'kildi. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Bularni o'zimligim uchun quloqlarini o'lcholmayman, lekin realni chiqqanini oldin o'lchaganman, aytib beraman. Mana bu garbonosni qulog'i 18. Buniki qulog'i 20,5. Ikkinchisini mana. Qulog'i 20,5. Bunisi uchinchisi 19 qulog'i, to'rtinchisini qulog'i 19. Tishlari mayda-mayda. Hozir o'zimligim uchun bular sarg'iga kelmadi edi. Ushlanmagan, sal qiynab turibdi, ochish qiyin bo'lyapti tishlarini. Bitta qo'limda telefon. Shuning uchun hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Ya bismillah. Bo'ylari akalar 70. Mana bo'ylari 70. Mana yuqori, mana yerdan 70 joyda turibdi. Mana shunga necha ko'rsangiz shunga qarab pul berib olaverasiz. Ozmoq juni bor. O'sha qo'yimiz sal chorsroq ekan. Qiynalyapti. 8 oylik, 9 oylik qo'zilar. Ammo birinchisi yoshroq nisbatan hammasidan. Yana bir bor yuzlarini. Hammasi kishi mayda qo'zi. Qo'zi olib boqib, o'zim qo'limda tug'diraman birinchisini deganlarga mana shu tavsiya qilamiz. Endi hamma gap bularning narxida. Narxini to'ralovini bir joyga oladiganlarga 7,5 million so'mdan yetkazib beramiz. To'ralovini bir yerga oladiganlarga. Alohida bo'ladigan bo'lsa, boshqacha summa kelishamiz. Birinchi qo'y bu tomondan chapdan, o'ngdan chapga qarab birinchi qo'yimiz, ikkinchi qo'yimiz, mana uchinchisi, to'rtinchisi. Kimga qaysi yoqqan bo'lsa, aloqa qilib qo'yasizlar, lekin hammasi bir joyga oladiganlarga mana chiroyli qilib beramiz, yetkazib beramiz. O'zbekiston Samarqandgacha yetkazib beramiz. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa bundan yaxshilanib chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.